Qadrli vatan himoyachilari, aynan 14-yanvar O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligi munosabati bilan Uchko'prik tumanidagi 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida katta bayram tadbiri o'tkazildi. Dastlab tadbirga taklif etilgan o'quvchilarning otalari hamda bobolari katta hurmat va ehtirom bilan kutib olindi. Ularga sharaf ramzi hisoblangan lentalar tantanali tarzda taqildi. O'zgacha shukuh, vatanga muhabbat, jasorat va sadoqatni ulug'lovchi she'rlarga ulanib, yuraklarni junbushga keltiradigan vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar ijrosi bilan bayram tadbiri boshlandi. Har bir chiqishda ona yurtga bo'lgan cheksiz muhabbat, ota sha'ni va mas'uliyati chuqur aks etdi. Bo'lajak vatan posbonlari maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilarining sahna markazida harbiy libos kiygancha unga mos ravishda mardlik, shijoatni aks ettirishi va ayniqsa har bir o'quvchi o'zining qahramoni, posboni va himoyachisi bo'lmish otasiga hurmat ko'rsatishi bayramning eng ta'sirli nuqtasiga aylandi. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Shu maktabimizda barcha o'qituvchilarga rahmat aytaman. O'ylaganimdan ham ziyoda bo'lib chiqdi. Otajon degan qo'shiqda aytganda ayniqsa bitta men bas barcha yonimdagi barchalarni ko'ziga yosh kelib xursand bo'ldim. Bayramimiz zo'r bo'ldi. Juda ham mamnunmiz, xursandmiz. Shunday farzandlarimizni ishonib shunaqa maktabga berganligimiz uchun minnatdormiz juda ham. Rahmat. Farg'ona viloyati maktabgacha maktab ta'lim boshqarma boshlig'ining o'rinbosari, tuman mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i va yana bir qator mutasaddilar hamda maktab o'qituvchilari va o'quvchilariga o'zgacha shukuh ulashgan tadbir doirasida sport musobaqalari ham tashkil etildi. Bugungi mana shu vatan himoyachilar kuni, haqiqiy posbonlarimiz kuni muborak bo'lsin. Barcha yigitlarimizni, barcha faxriylarimizni nafaqat o'zim, balki viloyat maktabgacha maktab ta'limi boshqarmasi nomidan tabriklayman. Musobaqa davomida maktabning yuqori sinflarida tahsil olayotgan yigitlar o'zaro bellashib, unda g'oliblikni qo'lga kiritgan o'quvchilarga esdalik sovg'alari topshirildi. Bugun 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan yurtimiz chegaralarini himoya qilayotgan vatan posbonlarini, qolaversa maktabimizda tahsil olayotgan 460 nafar bo'lajak vatan posbonlarini chin qalbimdan tabriklayman. Xullas, barchaga faxr, yuqori kayfiyat, ishonch va g'urur baxsh etgan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bayrami Uchko'prik tumanidagi 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ana shunday shukuhda nishonlandi.